Allohning hamma ne'matidan foydalanamiz, lekin shu ne'matlarni yaratgan zot haqida kam tafakkur qilamiz. Alloh taoloning amri bilan vaqti bilan bizga yetkazib berilmaganmi bo'lsa, yo bismillah deymiz, yo demaymiz. Robbisiga itoatli solih bandaga aylanish kerak. Koinot Allohning borlig'i, yaratgan borliq inson uchun xizmat qilar ekan, insondan talab qilinadigan narsa u endi shu ne'mat haqida biroz tafakkur yuritish kerak va Robbisini yaxshi tanish kerak. Robbisiga itoatli solih bandaga aylanish kerak. Bugun dasturxonda o'tirganingizda, huzuringizda turgan taomga bir nazar solib qo'ying. Ichadigan suvingizga bir nazar solib qo'ying. Qayerdan keladi bu suv? Jumrayni bundoq buraganda sharillab oqadigan bu suv uchun Allohu taolo dengizlarni yaratib, bulutlar dengizlardan suvni olib, qoyalarning orasidagi daralarga yog'dirib, muz konlari bo'lib erib Alloh taoloning amri bilan vaqti bilan bizga yetkazib berilmaganmi bo'lsa? Shamol harakat qiladi, bulut harakat qiladi, qancha quyosh issig'ini beradi. Keyin bizni huzurimizga bir xo'plam suv keladi. Lekin bu bir xo'p suvni yo bismillah deymiz, yo demaymiz. Ya içi bo'lgandan keyin alhamdulillah deymiz, yo demaymiz. Agar bir kishi bir xo'plam suv ichsa yoki bir luqma taomni yesa, yeyishdan oldin bismillah desa, yeb bo'lgandan keyin alhamdulillah desa, shu insonning shu qilgan shukri uchun Allohu taolo ro'zadorning savobini beradi. Hadis bor, sahih sanad bilan kelgan hadis. Qanday fazilatli bu! Biz ko'pincha Allohning hamma ne'matidan foydalanamiz, lekin shu ne'matlarni yaratgan zot haqida kam tafakkur qilamiz. Ulamolardan birlari aytadilar, siz faraz qilib ko'ring, bir inson cho'lu biyobonda ketadigan paytida ulovidan hamma narsasidan ajradi. Ulovi bor edi, ulovini ustida suv, ichimliklari, yemoq, ichmoq hamma narsasi bor edi. Kiyim-kechaklari bor edi. O'sha ulovini yo'qotib qo'ydi endi. Cho'l u yog'idan bu yog'igacha uzoq masofa. Haligi odam yurgan bilan ochiqlikka chiqa olmaydi, suvga yetib bora olmaydi. Yo'inki taomga yetib bora olmaydi. Haligi odam noumid bo'lib bir cho'li biyobonda uxlab qoldi. O'limini kutib yotibdi. Uxladida shundoq ko'zini ochib qarasa, yonida katta bir dasturxonning ichida turli tuman nozi ne'matlar, ichimliklar va taomlar turibdi. Shu odam shundoq borib dasturxonga yopishadimi yoki to'xta, bu dasturxonni kim hozirladi ekan deydimi? Lekin biz bugun Alloh subhanahu va taolo shunday ne'matlarini to'kib sochib qo'yibdi-yu, buni kim yaratgan ekan? Buni yaratgan zot uchun men nima qilishim kerak ekan? Bu ne'matlarni Alloh mendan qiyomat kunida so'rab olarmikin degan tafakkurni qilamiz-u, juda ham kam qilamiz-da. O'shaning uchun azizlar, bu ne'matlar haqida albatta biz tafakkur yuritib turishimiz kerak.